Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Poligon masalasi muammo bo'lib turgan kunda texpasportda chiqqan mashinani olish уже bir noyob narsa bo'lib qoldi. Sizlarni bugun texpasport уже tayyor poligonlarda o'tib qolgan mashinalar bilan tanishtirib chiqmoqchimiz. Yeshkamiz kecha o'tdi, bo'ldi, tayyor, kelib bemalol уже xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlarini ham zo'r qilib beramiz, tayyor mashina. Highlanderimiz уже baraka bo'ldi, poligoni ham o'tdi, sразу baraka ham bo'lib ketdi. Ammo yeshkamiz yeyiluvchi ko'pli poligonni so'rab kutib turganlar bor edi. 22-da уже mana ozgina 3 kundan keyin poligoni уже o'tadi. Bu mashinani ham kelib уже bemalol xarid qilib qo'ysanglar bo'ladi. Infinity QX80imiz ham уже poligondan o'tib bo'ldi. G63imiz 2 kun qoldi. Yevropeyka A22lari bor, full opsiyalarda tayyor turibdi. Bu narxi ham zo'r qilib beradiganmiz. Buni 328 ming nomimiz endi kelishtirib beradigan joyimiz bor. 2 kun qoldi poligoniga. Уже kelib bemalol уже boshini bog'lab qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi bu yerda bizda tayyor turibdi, texpasportda chiqqan yangi Porsche'miz bor, turibdi. Cayenne bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi bu mashinani ham. Kim Cybertruck so'raganlar bo'lsa, Cybertruckimiz ham keldi. Sotuvga uni hali poligoniga bor, lekin bir kelib oldin olib qo'ysanglar bo'ladi. Ma'lumot uchun telefon qilinglar, e'tibor uchun rahmat.